Doktor, burun poliplari qanaqa paydo bo'ladi? Oddiy, sodda qilib tushuntirganda, burun va burun yondosh bo'shliqlarida havo aylanishi buzilishi natijasida tez-tez bo'shliqda yallig'lanish paydo bo'ladi. Bu yallig'lanishda, ya'ni ko'cha tilida infeksiya desa tushunishadi-yu, ko'proq koklarning avlodi, ya'ni zolatistis stafilokoklar aralashadi. Asosan shular tushadi. Tushgandan keyin organizmda surunkali holatga o'tadi. Surunkali holatda bu ko'proq immuniy sistemasini sezgirligi haddan tashqari yuqori odamlarda shilliq qavati shishib, bo'kish natijasida shilliq qavat burun yondosh bo'shliqlaridan burun bo'shlig'iga tomchi sifatida osilib tushishiga biza polip deymiz. Kasallikni ketishiga qarab, yengil, o'rta og'ir darajalariga qarab ambulatorniy davolaniladi. Og'ir darajalarida statsionarniy, ya'ni jarrohlik yo'li bilan poliplar olinadi. Endi ko'pchilik savol beradi, qaytalanishi mumkinmi deb. Operatsiyadan keyin qaytalanishi mumkin. Shuni qaytalanmasligi uchun sababini qilib turmasa. O'shaning uchun sizlarga tavsiyam, burun yondosh bo'shliqlarida havo aylanish buzildimi, organizmda sezgirlik haddan tashqari yuqorimi, ya'ni ko'cha tilida allergiya deyshadi shuni. Shu holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, shularni tez bartaraf qilmasa, polip o'sishi sizda ham uchrab qolishi mumkin. Shuning uchun nafas olish qiyinchiligi bo'lsa va allergik holatlar bo'ladigan bo'lsa, shuni bartaraf qilishga harakat qiling.